Salom Uzkombinator, mani ismim Islom. Men Lunchco asoschisi va CEOsiman. 4 yildan beri web dizayn va UX va dizayn yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritib kelaman va bu davr mobaynida men juda ham ko'p bizneslarning muammolarini hal qilishga yordam berganman va hayotimdagi bir muammoga duch keldim va mana shu uchun yechim qilishga qaror qildim. Bu muammo ofis ishchilarining tushlik vaqtida ovqat buyurtma qilish bilan bo'ladigan muammosi. Ya'ni bu qanday muammo? Har kuni takrorlanadigan muammo, ya'ni ofislarda har bir ishchi o'sha tushlik vaqtida ovqat buyurtma qilish kerak bo'ladi. Ko'pchilik jamoa bo'lib buyurtma qiladi va u yoqda bir mas'ul odam bo'lishi kerak va shu mas'ul odam har bitta ishchidan qanaqa ovqat yeyishini so'rab chiqadi va ulardan ovqat aytganidan keyin ularni o'sha to'lovlarini yig'ib chiqish kerak bo'ladi va ular buyurtmani qabul qilib olish kerak va shunga o'xshash muammolar bo'ladi. Lunchco mana shu muammolarga yechim beradi. Ya'ni qanday yechim beradi? Bu yerda bizda bitta creator bo'ladi, ya'ni buyurtmani create qiladigan, ya'ni yaratadigan bitta odam bo'ladi. Va u buyurtma yaratgandan keyin o'sha buyurtma havolasi bo'ladi. Havolasini o'zini hamkasblariga yuboradi va har bir shaxs o'zi kerakli bo'lgan, o'zi yoqtirgan taomni buyurtma qilishi mumkin bo'ladi va muhim qismi bu yerda har bir buyurtma qilayotgan odam, ya'ni ishchi o'zi tanlagan ovqat uchun, ya'ni kerakli summani o'zi to'lab yuborishi mumkin bo'ladi. Ana shu joyi o'zida. Ya'ni mana shu qulay tomonlari bor. Hop, bu yerda o'sha ortiqcha ovoragarchiliklardan, ortiqcha chalkashliklardan bizning platformamiz ancha xalos qiladi. Bundan tashqari Toshkent va boshqa markaziy shaharlarimizda juda ham ko'p ofislar bor va mana shu ofislarga ovqatlar tayyorlab beradigan juda ham ko'p oshxonalar, kafelar bor. Va bizning asosiy maqsadimiz ham qulay bo'lgan va ikkita tomonni o'rtasida ko'prik vazifasini bajarib berish. Bizning Lunchco platformamiz butun O'zbekistondagi ofislar va oshxonalarning faoliyatini maksimal yengillashtirishga qaratilgan platforma. Umid qilamanki, bu g'oya va bu yo'nalish sizlarga ma'qul keladi va bizni tanlab olasizlar. Xudo xolisa Uzkombinatorda birga faoliyat yuritamiz.